Mana shu meni orqamda ko'rib turgan joylar Qoraqamish qush bozori va bu yerda bir oyda son-sanoqsiz jonzotlar olib sotiladi. Endi bo'lsa sizlarga o'rta hisobda shu jonzotlarni qancha foiz olmoq qoladi degan fikrdasizlar. Bu sortda men sizlarga asosiy xatoni keltirib o'taman. Kimdir prosta takiga jonzot boqisi kelib qoldi. Bozor hududidan yoki zoo magazindan xarid qildi. U jonzot bo'yicha tushunchasi yo'q, nima yeydi, qanaqa uxotda boqish kerak, даже oddiygina bo'lgan u sharoitidagi veterinariyalarni ham tushunmaydi. Eng katta kelib chiqargan muammo mana shu yerda. Oqibatda o'rtoqli jonzot o'lim yoqasigacha kelib qoladi. Bundan oldin bo'lsa u jonzotni boqish uxotlari bo'yicha o'zini tanish bilishlarini yordam so'raydi. U insonlar o'zi tushunmagan narsasini xato yoki undan bundan eshitib, yana xatolik bilan to'g'ri maslahat berib olmadi deb o'zingiz bilmagan holatda jonzot o'limiga sabab bo'lib qolishadi. Yoki internet tarmoqlarida jonzotlarning uxotlari bo'yicha juda ham ko'p maslahatlar bor, lekin yarmidan ko'pi xato. Va mana shuni oqibatida jonzotda oxirgi boradigan joy yana o'sha veterinariya bo'ladi. Dam olishib yotgan jonzot veterinariyaga borilgandan keyin veterinarlarimiz bor ilmi, bilimi, organizm bilan qo'ldan kelgancha shu jonzotni hayotga olib qolishga harakat qilishadi. Lekin endi baribir jonzot o'ldi. Qizig'i mana shu joyda hamma aybi veterinarlarimizga to'yin kechadi. To'g'ri, o'zini ishiga professional tomonlama yondoshadigan veterinarlarimiz ham bor, yo'q emas. Ruch ko'rmaysiz bo'lmaydi, lekin o'zini bilimi haddan tashqari kuchli bo'lgan, son-sanoqsiz jonzotlarni organizm bilan bu hayotda olib qo'yotgan veterinarlarimiz ham yo'q emas. Bundan kelib chiqaman o'rtoqlar, 3 yoshimdan beri har xil turdagi jonzotlarni boqsam, har bitta jonzotimni xarid qilishimdan oldin o'sha jonzot bo'yicha men 100% li ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilaman va o'sha jonzot bo'yicha kim professional darajada tushunsa, o'sha insonga borib shogird tushib, undan ilm o'rganishga harakat qilaman va sizlarga ham iloji boricha mana shu ishni maslahat beraman. Shunda balkim haqiqatda biz jonzotlarni yaxshi ko'ramiz deydigan gapimiz haqiqatda amalimizga ham to'g'ri keladi. Keyingi videolarimizda qanaqa mavzularni olib chiqishimiz bo'yicha kommentariyaga yozib ketinglar va bu fikrim to'g'rimi yo'qmi shuni ham yozib ketinglar albatta.